Dilshod aka, dekor sohasidan necha girib kelgansiz? Nechik bo'lgan girib kelish? O'zi boshida girib kelishim institut vaqtlarini taqaladi. Institutda chizmachilik ustozimiz bo'lgan, shu qiziqdi bilan chizmachilikka qatnashib, chizmachilik darslarida yaxshi qatnashib, olimpiadaga borganman. Keyin shu vaqtlarda og'amlar bir stanok ekkan, shu dekor sohasida, keyin chizmoqqa odam topib bermaganlar. Keyin bana aytganlar, institutda danishim yo'qmi, chizmoq tushunadigan ishlatib bersinlar. Keyin surishtirganman, topilmagan xullas. Keyin aytganman, o'zim ishlatib bersam nechik bo'ladi shunda. O'zim taklif bilan borib, shu yerda bir o'rgatadigan odam bo'lgan, shundan o'rganib olganman stanok ishlatishni va shu chizmalar yaxshi chiqqan, dizaynerlarga o'xshatib, qo'ldan kelgancha chiqarib berganman. Boshida shunday girib kelganmiz. Keyin yana bir kattaroq firma ishga girganman shu soha bo'yicha, dekor sohasi bo'yicha. Veydan yaxshi ishlaganman. Keyin Toshkentda magistr o'qishga ketib qoldim. Shu bilan ozgina to'xtadi. Keyin qaytib kelib yana ishladim. Keyin bu firma yopilib ketdi. Firma yopilgandan keyin o'zim shu stanok olib, o'zim yuritishga qaror etdim. O'zim stanok olib yuritib boshladik. Boshida shu 2 ishchi bilan boshlaganmiz, 2 bo'lib. Keyin ostan-ostan kattaroq shartnomalarni tuzib, boshqatib, hozir Xudoga shukr bir 10-15 yaqin ishchilarimiz bor. Shu dekor sohasida geyatimiz.